Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning so'z mantiqiy tafakkurining o'ziga xos xususiyatlari haqida. Mavzumizning rejalari bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, birinchi rejamiz tafakkur haqida tushuncha, ikkinchi rejamiz tafakkurning psixologik xususiyatlari va uchinchi rejamiz nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning so'z mantiqiy tafakkurining o'ziga xos xususiyatlari haqida bo'ladi. Endi tafakkur nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, tafakkur bu lotincha, ya'ni reflektio, aks ettirish, mulohaza qilish so'zlaridan olingan bo'lib, bu shaxsning atrof muhitdagi voqea hodisalarni anglashi, solishtirish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashi, umumlashtirishi va xulosaga kelish kabi murakkab aqliy faoliyat hisoblanadi. Tafakkur quyidagi funksiyalarni bajaradi. Bu bilish funksiyasi, ya'ni odam dunyoni anglaydi. Bu funksiya orqali. Ijodiy funksiyasi yangi g'oyalar, tushunchalar yaratish uchun zarur hisoblanadi. Tafakkurning nazorat va boshqaruv funksiyasi inson o'z faoliyatini rejalashtirib va nazorat qiladi. Psixologik yondashuvga ko'ra tafakkur til vositasida amalga oshadi, ya'ni so'z tafakkurning asosiy vositasidir. Shu sababli nutq va tafakkur bir-biridan ajralmas tushunchalar hisoblanadi. Tafakkurning psixologik xususiyatlari. Bunga faollik, ya'ni tafakkur har doim faol jarayondir. Bola fikr yuritish orqali bilim hosil qiladi. Keyingisi maqsadga yo'naltirilganlik. Bunda tafakkur har doim muayyan masalani hal qilishga qaratilgan hisoblanadi. Abstraktlik va umumlashtirish. Bunda tafakkur orqali bola ayrim holatlarni umumiy qoidalarini ajratib oladi. Keyingisi tahlil va sintez. Bunda tafakkur tahlil bo'lishi, ya'ni sintez tahlil qilish, ya'ni bo'lish va sintez birlashtirish asosida shakllanadi. Tuzilmalilik va tilga bog'liqlik kabi tafakkurning psixologik xususiyatlari ham mavjud hisoblanadi. Vigotskiyning ta'kidlashicha, tafakkur va til bir-birini rivojlantiruvchi ikki asosiy mexanizmdir. Til bo'lmasa, tafakkur shakllanmaydi. U tasodifiy va noaniq bo'lib qoladi degan fikrni Vigotskiy bildirib o'tgan. Nutqiy nuqsonlar bolaning bilish jarayonlariga, ayniqsa so'z mantiqiy tafakkuriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chunki so'z mantiqiy tafakkur nutq vositasida tushunchalar orqali amalga oshadi. Nutqi rivojlanmagan bola esa bu vositalardan to'liq foydalana olmaydi. Endi esa savol tug'iladi. So'z mantiqiy tafakkur bu nima? Bu bolaning so'zlar vositasida fikr yuritishi, muammolarni hal qilishi, tushunchalar, mulohazalar va xulosalar hosil qilish qobiliyatidir. Endi tushunchalarning shakllanmasligi, so'z boyligining kamligi, grammatik tuzilmalarning noto'g'ri ishlatilishi, sarlavha qo'yish, voqeani rejalashtirishdagi qiyinchilik kabilar barchasi xususiyatlarga kiradi va ularning izohlari ham keltirilgan. Ya'ni tushunchalarning shakllanmasligi, ya'ni nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda tafakkurning buzilish holatlari haqida gap ketyapti bu yerda. Bola tushunchalarni umumlashtirishda qiynaladi. Masalan, meva deganda olma, banan, shaftoli kabilarni bir guruh sifatida ko'ra olmaydi. So'z boyligining kamligi holati kuzatiladi. Bunda cheklangan leksik zaxira sababli bola fikrni aniq ifoda eta olmaydi. Bu esa mantiqiy tafakkurni cheklaydi. Grammatik tuzilmalarni noto'g'ri ishlatish. Bunda fikrning mantiqiy oqimi buziladi. Jumla tuzilmasi noto'g'ri bo'lib, eshituvchida noto'g'ri tushuncha hosil qiladi. Sarlavha qo'yish, voqeani rejalashtirishda qiyinchilik kuzatiladi. Bu bolalar matnga sarlavha topa olmaydilar, hikoya mazmunini rejalashtirib aytib bera olmaydilar. Va yana nutqida nuqsoni bo'lgan shaxslarning, ya'ni bolalarning xususiyatlariga, tafakkur xususiyatlariga keladigan bo'lsak, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishdagi zaiflik, simvolik tafakkurdagi muammolar, eshitish va fonematik analizning zaifligi, ijodiy tafakkurning pastligi kabi xususiyatlarni ham kiritishimiz mumkin hisoblanadi.
Levina shunday deydi: umumiy nutqiy rivojlanish buzilishi bo'lgan bolalarda tafakkur turlari o'ziga xos rivojlanadi. Ayniqsa verbal, ya'ni so'zli tafakkur sekinlashadi. Leontov esa tafakkurning rivojlanishi faoliyat asosida sodir bo'ladi, nutqning rivojlanmaganligi faoliyatni cheklaydi fikrini bildiradi. Ya'ni bunda tafakkurning rivojlanishi uchun ma'lum bir faoliyat zarur hisoblanadi. Ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarda asosiy faoliyatni o'yin deb oladigan bo'lsak, bolalarda o'yin orqali tafakkur jarayoni ham rivojlanishi nazarda tutiladi bu yerda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nutqiy nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda faqat nutqni emas, balki tafakkur jarayonlarini, ayniqsa so'z mantiqiy tafakkurni rivojlantirish zarur. Bu borada maxsus mashqlar, vizual materiallar, ko'rgazmali vositalar va logopedik ishlar alohida ahamiyat kasb etadi. Psixologik yondashuvlarda esa har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak. Shu bilan birga har bir bolaning yosh xususiyatini hisobga olish ham zarur hisoblanadi.